2026-yilgi Jahon chempionatining eng asosiy favoriti Fransiya. Fransiya 2026-yilgi Jahon chempionatining eng balanslashgan jamoasi, ham yosh taraflama, ham yulduzlar taraflama. Didier Deschamps boshchiligidagi murabbiylar shtabida har bir chiziq uchun yuqori darajadagi bir nechta futbolchi tanlovi bor. Tarkib hozir juda to'g'ri yosh balansiga kelib qolgan. Bu jamoada asosiy futbolchilar katta turnirga aynan eng kerakli pallada kiritilmoqda. Mbappe 27 yoshida bu futbolchining tezligi, tajribasi, kuchi va liderligi bir joyga jam bo'ladigan davr. Eng muhimi, Fransiya faqat bitta yulduzga suyanib qolmagan. Mbappe atrofida Dembele, Olise, Doué, Chouameni, Cherki, Saliba kabi allaqachon katta darajada o'ynaydigan futbolchilar bor. Ya'ni bu tarkibda yoshlar ham bor, lekin ular ham allaqachon katta darajada, katta o'yinlarda ishtirok etib pishib kelgan futbolchilar. Jahon chempionati 2026 48 ta jamoaga kengaytirildi. Play-off bosqichi endi 1-16 finaldan boshlanadi. Ya'ni chempionlik sari yo'l avvalgidan ham uzunroq va og'irroq bo'lishi mumkin. Bunday formatda tarkib chuqurligi, rotatsiya va futbolchilarning jismoniy tetikligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Fransiyada deyarli har bir pozitsiyada asosiy futbolchini almashtira oladigan, sifatini keskin tushirib yubormaydigan o'yinchilar bor. Shuning uchun ham Fransiya eng asosiy favorit.